City yulduzi Abduqodir Husanovga koreyalik model tabrik yo'lladi. Taqvimdagi o'ziga xos sana 29-fevral kuni dunyoga kelgan Abduqodir Husanov bu yil o'z tug'ilgan kunini 1-mart sanasida nishonladi. Garchi bayram sanasi o'rta qolgan bo'lsa-da, iste'dodli himoyachiga yo'llanayotgan tabriklar oqimi to'xtagani yo'q. Holland va Rodridan so'ng navbat koreyalik go'zalga. Shaharliklar safidagi yulduzli sheriklari Erling Holland va Rodri Hernandeslarning rasmiy qutlovlaridan so'ng Abduqodirga bo'lgan e'tibor san'at olamiga ham ko'chdi. Janubiy koreyalik taniqli model va bloger Park Hee-jon Husanovga atalgan o'ziga xos post bilan ko'pchilikning diqqatini tortdi. Mashhur model o'z Instagram sahifasida Husanovning libosida tushgan suratlarini e'lon qildi. E'tiborli jihati, suratlar orasida sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qo'shma kadr ham bor. Tavallud ayyomingiz muborak. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Husanov, sizni Manchesterda ko'rishni intizorlik bilan kutaman va shaxsan uchrashib dastxat olishdan umidvorman, deya dil izhorlarini yozib qoldirdi Park Hee-jon. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanovning katta futboldagi yo'li havas qilsa arzigulik. Bunyodkor akademiyasidan chiqqan futbolchi Belarusning Energetik BGU klubi orqali Yevropaga yo'l oldi. Fransiyaning Lens jamoasidagi yorqin o'yinlardan so'ng 2025-yilning 20-yanvarida Manchester City uni 40 million yevro evaziga sotib oldi. Ma'lumot o'rnida, Park Hee-jon koreyscha oljon uslubidagi fotosessiyalar bilan mashhur bo'lib, uni ijtimoiy tarmoqlarda 50 mingga yaqin muxlis kuzatib boradi.